Assalomu alaykum. Hurmatli dam oluvchilar, hammalaringni mana shu yerga kelib davolanishlaringni tavsiya qilaman. Men Zununov boboni davrilaridan beri mana shu yerga dam olaman kelib, har yili. Kelib ketaman, bir yil mazza qilib yuraman. Hamma narsasiga gap yo'q. Mana shuni qurgan odamlarga, mana shu ishchilarga, hokimlarga, kimki shuni hissasini qo'shgan bo'lsa, shularga rahmat aytaman. Shu davomiy bo'lsin. Bizlardan keyin farzandlarimiz ham davolansin. Ilohim hech kim kasal bo'lmasin, lekin bo'ladi baribir. Hammalaringga katta rahmat. Bizlarni mana shunday yaxshi sharoitlarga olib kelib, dam oldirib, madaniy hordiq chiqarib ketishimizga sizlar sababchisizlar. Rahmat. Siz har yil kelamiz. Termiz Marvarid sanatoriyasiga hammalaringni kelib davolanish bo'lmasa ham dam olib ketishlaringni tavsiya qilaman. Mana ko'l bo'ylariga, keyin mana bu paroxotlarga, hammalar kemalarga o'tishlaringni tavsiya qilaman.